Janubi-g'arbiy maxsus harbiy okrug boshqaruv apparatiga Qarshi shahridagi Prezident maktabi hamda 1-sonli ixtisoslashgan maktab-internati, shuningdek 41-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilari uchun ochiq eshiklar kuni tashkil etildi. Okrug tasarrufidagi Qarshi shahrida joylashgan harbiy qism qo'mondonligi tashabbusi bilan ertamiz egalarining harbiy vatanparvarlik tuyg'ularini yanada mustahkamlash maqsadida o'tkazilgan tadbirda dastlab o'quvchi yoshlar okrug shtabida harbiy xizmatchilarga yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishdi. Ayniqsa qurol aslahalar ko'rgazmasi ularda katta qiziqish uyg'otdi. Okrug Shonli tarixi muzeyi o'z bag'riga harbiy tarixni gavdalantiruvchi turli ma'lumot va eksponatlarni qamrab olgan. Harbiy sohaga oid ko'plab ma'lumotlar jamlangan muzeyda yurt o'g'lonlari erishgan yutuqlar, sovrinlar ham o'rin olgan. Muzey bo'ylab qilingan sayohat yoshlarning harbiy xizmat borasidagi bilimlarini yanada boyishiga xizmat qildi. Shundan so'ng okrug boshqaruv apparati madaniyat saroyida chempion va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Sport sohasida ko'plab yutuqlarga erishgan, xalqaro musobaqalarda munosib ishtirok etib kelayotgan sportchilar o'quvchi yoshlar bilan kechgan suhbatlar davomida sportning inson hayotida tutgan o'rni haqida gapirib berdi. Harbiy qismlarda o'tkazilayotgan shunday tadbirlar orqali o'quvchi yoshlarning qalbida vatanga daxldorlik hissi yanada ortadi. E'tiborlisi, yoshlar ishtirokida o'tkazilayotgan ochiq eshiklar kuni yosh avlodning yurtga sadoqat, ona vatanga muhabbat ruhida tarbiyalashdek ezgu maqsadlarni o'zida ifoda etgan.